Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga morozka qishki guli to'g'risida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Morozka ko'p yillik gul turlariga kirib, bizga o'ndan ortiq turlari ma'lum. Yilning 4 faslida yam-yashil bo'lib, yerda, hovlida o'sib turadigan gul turidir. Bargi xuddi plastmasga o'xshab qattiqroq bo'ladi. Bo'yi 30-50 sm atrofida o'sadi. Yoz oylarida suvni yaxshi ko'radi. Parvarishi oddiy, injiq gul emas. Ochilishi yanvar oyining o'rtalaridan boshlab aprel oyining oxirlarigacha davom etishi mumkin. Morozkalarni asosan urug'i va ildizidan ko'paytiriladi. Urug'idan ekilgan morozkalar 1-2 yillarda kuchsizroq o'sib, 3-yildan baquvvatlashib, gullashni boshlaydi. Ildizidan ekilganlari 1-yildan gullaydi. Urug'ini olish uchun gulini ichidagi urug'larni sal pishmasdan terib olinadi. Shunda urug'lar yerga to'kilib ketmaydi. Shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Fikrlaringizni kommentariyada yozib keting. Bu biz uchun muhim. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar.